Bu erkak hech qachon o'lmaslikdan qo'rqadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz hayratda qolasiz. Tanzaniyalik Ismoil Azizi shifokorlar tomonidan 6 marotaba o'lgan deb e'lon qilingan, lekin har safar mo'jizaviy tarzda tirilib qaytgan. U birinchi marta ishdagi baxtsiz hodisadan so'ng vafot etgan. Shifokorlar uni o'ldi deb e'lon qilishgan. Dafn marosimiga tayyorgarlik ko'rishni boshlashganida o'z oyog'i bilan chiqib kelgan. Ikkinchi marta u bezgak kasalligidan vafot etgan. Tobutga solib dafn marosimi o'tkazishayotganda yana uyg'onadi. Uchinchi marta avtohalokatga uchraydi. Shifokorlar uni o'ldi deb e'lon qilishgan paytda yana tiriladi. 4-marta uni zaharli ilon chaqadi. Yana tirilib qolsa deb jasadini 3 kun morgda ushlashadi. Oilasi bu safar uni o'lganiga ishonishadi va dafn qilish uchun jasadini olib ketishga kelishganida u yana tiriladi. 5-marta u hojatxonaning chuquriga yiqilib o'ladi va yana tiriladi. Odamlar endi uni jodugar yoki arvoh deb o'ylay boshlashadi va uni uyida tiriklayin yoqib yuborishadi. Bu uning 6-o'limi edi, lekin u yana tiriladi. Hozir u yolg'iz yashaydi, qo'shnilari ham yo'q. Odamlar uni afsona deb bilishadi, lekin unga yaqinlashishga qo'rqishadi. Yana shunday qiziqarli voqealarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.